Xo'p. Google ga kirib, Figmani ro'yxatdan o'tkazib olganimizdan keyin sign up qilib, mana shu joylarni ham tushuntirib ketay. Mana akkauntimizga bosganimizda Get Desktop appsini yuklab olsak, bizga maqsadga muvofiq bo'ladi. Ikkalasi parallel ravishda ishlaydi. Nimaga desktop versiyasidan ishlash kerak degan savollarga javob. Mana prototiplar, asosiy elementlar, maza qilib ishlaydigan asosiy joylari brauzerda ishlamaydi. Brauzer ko'tarib bera olmaydi u narsani. Mana desktop versiyasini o'zida bo'ladi. Desktop albatta internet bilan ishlaydi. Постоянный обновление qilib turadi o'zini o'zi. Maza qilib ishlatasizlar buni yuklab, ustanovka qilganinglardan keyin mana Figmaga kirsak, mana home page, ya'ni asosiy oynasi. Xo'p, odatda qanaqadir joylarda new degan joyi chiqaradi deyishinglar mumkin, a? Bizda new page, ya'ni yangi fayl yaratish uchun mana dizayn turibdi-ku, mana shu ruchkalisiga bosasizlar hozircha. Mana Figma Jam degani bor, grafikalar bilan ishlashingiz mumkin, vektorli, ha? Slaydlar bor, prezentatsiyalarni zo'r qilib yasasanglar bo'ladi bunda ham. Keyin mana baz degani bor, baz degani bilan hali ishlab ko'rmadim. Mana qana stikerga o'xshagan narsalarni 3D elementlarni yasasa bo'lsa kerak. Ochib ko'rganman, lekin yasab ko'rmaganman. Xo'p, nima qilamiz? Mana uni bossanglar, kimlardadir mana 3 ta narsa chiqib turib, premium versiyalarni oling deyish mumkin. Bu joylarni ham o'rgatib qo'yaman birorta alohida video qilib. Hozir ishlayveradi. Mana untitled turibdi, yangi page ochildi. Buni boshqa liboydan desam ham bo'ladi. Eng qulay taraflardan bittasi menga e'tibor beringlar. Mana 100% turibdi. Bu 100% turgan holati. Ctrl ni bosib turib, mishkani mana buyoqqa tortsanglar 2% gacha kichrayadi. Bu juda ham katta maydon degani-da. 2% dan ketdi mana 760 va hokazo. Eng maksimali 25600% gacha kattalashtirsa bo'ladi deganida bu. Tushundinglar? Bu degani pikselini ko'rish nazarda tutmayapman. Bitta pejda o'zida bir nechta loyihalarni yozib tashlasalaring bo'lardi. Sig'ib ketaveradi. Ana Photoshopga o'xshab yangi ochib, u yoqda qoldi, bu yoq birinchi fayl, ikkinchi fayl qilmaysizlar. Saqlashinglar ham shartpasda. Buni qatgadir kompyuterga voy saqlab qo'ymabman. Eng oxirgi qilgan elementingizni o'zi avtomatik saqlab ketadi. Kelib davom ettirib ketaverasiz. Saqlab qo'yish shart, masalan, saqlash esdan chiqib qoladiganlar bo'ladi-yu. Voy deb peshonani urishga arziydigan narsa emas. Sizlarga maslahat beraman, 100% likda ishlashdi. Mana 100% turibdi. Mana joyda bunday bosib turib o'zgartirib olsalaring bo'laveradi. Masalan, UX drop UI deyliga mana enterni bosdim. Bu bitta papkaga o'xshagan narsada. Mana yerda mana pejlarni qo'shib ketaverasizlar-da. Ko'rdinglarmi qanaqa qulay? Ctrl Z yo'q ekan. Qani delete qilsak bo'lar ekan. Alt ketdi mana. Mana page 1da ham ashuncha maydon sizlarga. Endi marta mana UX vaslardan oldin yaratib qo'ygandim. Mana shuni yoniga qo'shib ketay, mana 651 deganim, mana page 2 ni 652 23 amaliy deb nomlaymiz. Mana bizda 100% tayyor page hosil bo'ldi. Endi masalan mana home ga bosib turib, mana chetlar yana bir qator tushuntirib ketay. Mana recent mana bu joyda mana eng so'nggi ishlagan pejlarim turgan bo'ladi. Kirib davom ettirib ketsalaring bo'laveradi. Nimadir ishlayotgan bo'lsalaring, ashdan kirib davom ettirib ketaverasizlar. Masalan, men hozir ochganim. Keyin community'si bor. Community'ga kirganlaringda shunaqa zo'rki, tayyor bepul shablonlar bor. Tayyor chizilgan elementlar ham borda, olib dasturni tuzib tashlasalaring bo'laveradi, lekin kamchiligi hamma pejlar bo'lmaydi. O'zlari yoniga chizib chiqishlaringga to'g'ri keladi. Endi full pejlari bor. Masalan, template olayotgan bo'lsalaring pulli bo'ladi albatta. Mana 3D formatda chizilganlar bo'ladi. Tayyor qanaqadir saytlarga kirib ustanovka qilishlaring shart emas. Shetda o'zidan shatda ochib ishlab ketsalaring bo'laveradi bemalol. Mana bunaqa algoritmlar, blok sxemalarni yaratsalaring bo'ladi, chiroyli qilib. Nimanidir tushuntirmoqchi bo'lsalaring masalan, mana yerda dizayn resurslar bor deyapti, saqlanganlar, whiteboardlar, mana veb-saytlarga kirsalaring, mana blog, wedding va hokazo hammasiga tegishli bo'lganlarini chiqarib beradi. Masalan, commerce ga deyliga, elektron commerce ga aloqador bo'lgan mana chiqaryapti bilmadim.
Mana communityga kirib turib, masalan, mobil deb yozsalaring, mobilga aloqador bo'lgan tayyor shablonlarni nima qilib beradi? Mana chiqarib beradi. Template'lar. Bepul, deyarli. Xo'p, bu joylar mana draftlarimiz, eng oxirgi tahrirlanganlar, hamma all projectimiz ham aytga kirib turib, endi masalan 3-4 kishi birga bo'lib ishlaymiz desalaring, mana team projectga kirib turib, mana team project qilib ishlagan loyihalarimiz mana shunga kirib turib, bitta share qilasiz, sharingizni o'ziga Telegramdan jo'natasiz, kiradi. Hozir approve qildim-ku. Approve qilib olsa, agar oddiy mana bu joyda nima yaratib turib ochsangiz, sizlarda redaktivit qilish, ya'ni edit qilish funksiyasi bo'lmaydi. Masalan, sizlar hozir kirib o'zgartira olmadinglar, sizlarga jo'natgan elementim, to'g'rimi? Endi team project qilib turib yaratsanglar, mana teamda o'zidan kirib turib, mana yerda yaratsa bo'ladi-da. Mana create deyapti-ku. Teamda o'zidan create qilib yaratsanglar, mana uchalamiz yoki to'ralarimiz bitta proyekt ishlashimiz mumkin o'sha bitta maydonning ichida. Xohlasanglar o'chirib tashlaysizlar, xohlasanglar yangi element qo'shib ranglarni o'zgartirib va yoqmayotgan joylarni to'g'rilab olishinglar mumkin bo'ladi. Shundiga qulay, qanaqa qulay qaranglar. Endi ketdi sahifamizga qaytamiz. Mana trash o'chirilganlar, admin paneliga kirsam, menga kimlar mana zapros jo'natdi, mani dizaynlarimni ko'rish uchun mana shu narsalar ko'rinib turadi. Xohlasam o'chirib qanaqadir blok shunga o'xshagan narsalar qilishim mumkin. Men hozircha u kerak emas. Ketdi, dastlabki elementlarini tushuntirib beraman. Endi e'tibor beramiz, qaranglar. Masalan, Wordga kirsak, u o'zini dokumentlarini list deb ataydi, to'g'rimi? Birinchi list, ikkinchi list yoki doc qilib saqlaydi. Excelga kirsalaring nima bo'ladi? Pagelari tagida kniga bo'ladi. Kniga bu degan yozuvda qo'shib, добавить qilib qo'shib bajarib ketaverasizlar. Endi biz ichida masalan bitta qanaqadir rasm yoki bitta saytni dizayn yaratyapmiz. Asosiysi mana shu frame bo'ladi. Framening o'zbekchasi frame. Frame. Loyer qatlam bo'ladi. Sloy qatlam degani. Frame. Nima degani frame? Hammalaring uylaringda bor. Devorlarga ilib qo'yasizlar. Rasmlarni solib. Nima bo'ladi o'zbekchasiga? Ramka. Xo'p, nimaga ramka bo'lgan desalaring, ramkaning ichiga rasmlarni solib, ortiqcha joylarini kesib, asosiy joylarini solib, ular shunaqa imkoniyatlarga ega bo'lish uchun ramka nomlangan. Buning ichida masalan sectionlari bor, slice, endi bu narsalarni keyin tushunib o'tamiz. Frame. Xo'p, mana bu bitta usulimda yaratib turib, o'zlaringga xohlagan razmerda yaratsak bo'laveradi. Qaysi element yoniq turgan bo'lsa, shuni imkoniyatlari bu joyda chiqib turgan bo'ladi va kim belgilanib turgan bo'lsa, shuni o'zgartiruvchi elementlar chiqib turgan bo'ladi mana bu joyda. Photoshopda ham bor, masalan, shape'larda bo'lsa, shape'ga rangini o'zgartirish, qirrasini o'zgartirish shunaqalar chiqib turadi. Endi buni masalan frame turibdi. Width bilan height bor ekan, 633 ga 383 ekan. Kelinglar mana shuni mana 700 ga 2 bir nisbatda qilsak 350 bo'ladi. Qildik misol uchun. Ha? Endi kimlardir mana shu ikkalasi ham g'alati turibdi-da, mana backgroundini o'zgartirib olay professional dasturchilarga o'xshab. Pageda o'ziga bossangiz, mana orqa maydonim bor-ku, o'ziga bossangiz, mana frame belgilangan yo'q. Kimlardir frame orqa fon o'zgarmayapti deydi-da. Orqa fonga bunday bosasizlar, mana oq turibdi, qaranglar, oq emas, ozgina gryazniroq svet turibdi. Mana. Hali maydon. Masalan, mana shunaqa. Endi frame. Frame'da o'zini rangini o'zgartirmoqchi bo'lsam, masalan, endi o'zlaringga yoqqan rangdan endi misol uchun. Qora ranglardan foydalansalar bo'laveradi. Mana shu rang ham yaxshigina. Mana, seryozniyroq, frame. Endi xo'p, qanaqadir mobilga, tayyor razmer nechiligini bilmayapsiz. Yaratmoqchisiz. Shuni ichini to'ldirsak bo'ladi. Bitta listda endi bu ham. Shiftni bossak, qaranglar, pastdan suradigan qasi yo'q. Nimadir scroll.
mana shiftni bosib turib mishkanimdek aylantirsanglar o'ngga chapga yuradi. Endi tepa pastga o'zi yuraveradi, hech narsani bosmasalar ham. Endi mana Ctrlni bosib turib katta kichik qilsalar ham u ketdi, qaranglar. O, nuqta bo'lib qoldi. Mana 100% ga olib kelib olamiz, a? San 100. Shift bilan mana o'rtaroqqa olib kelib olsak, bizga osonroq bo'ladi. Endi menga tayyor desktopga narsa chizishim kerak, kompyuterga mos bo'lishi kerak yoki telefonga mos bo'lishi kerak desalar, masalan, yoniga o'tasizlarda frame bitta bosasizlar. Mana bu joyda mana cable turibdi. Bu anaqalar iPadlardagi dizayn nimaga Apple'ga moslagan chetdan bilib olsalar ham bo'laveradi. Birinchi o'rinda turadi dizayn. Mac'larda. Birinchi o'rinda dizaynga e'tibor beringlar. Ha, ranglariga e'tibor bersalar ham ne повторяемый ranglarda qo'yadi. Bir-biriga qanchadir foizga bo'lsa ham bir-biriga mos tushmaydigan необычный rang. Просто qora qilib chiqarib qo'ysa bo'ladi-ku, va qolganlarga o'xshab. Unaqa chiqarmaydi. E'tibor beradi shu narsasiga ham. Mana desktop. Просто desktop bor. Endi wireframe uchun alohida va TVlar uchun, televizorda masalan hozir har xil televizorlar chiqib ketdi-yu, hammasi ham masalan operatsion sistema qilsa, o'sha operatsion sistemasi ishlaydigan ilovalarni qilishingiz mumkin. Smart televizorlarga ham alohida interfeys chizib chiqiladi. Qayerdan televizorga o'tib ketsa bo'ladi, qayerdan nimaga YouTube'ga o'tib ketsa bo'ladi. Shunaqa dizaynlar ham chiziladi-da. Shunaqa smart televizorlar bor, ko'rsalaring tomlaring yetib bo'ladi. Nimani bo'lsa qo'yib tashaverganda ekraniga shu narsa qilib tashagan. UI yaxshi rivojlanmay, endi ular ham yaqin rivojlanib ketadi. Endi mana Mac'lar olsalaring, Mac'chilarga dizayn yaratayotgan bo'lsalaring, shuni bosib olsalaring mana. Просто desktop kerak mana. Desktop mana shu razmerga joylashtirib ketsam elementlarini kompyuterga ishga tushirganimda hozir mana play qildim-ku, ana nimalarda, poinchiklarda. Mana shunday birga bir tushadi desktopga. Yo'q, menga mobil kerak deyapsiz. Men frame bosaman, buni yopaman, fonga kiraman. Menda Android Compact bor, Android Medium, qolgani iOS. Qaranglar, nimasigacha 16 Pro Max'igacha. 17 ni qo'shmabdi hali. Xo'p, misol uchun 16 ni o'zini olaylik, mana. Mana shunga yaratsangiz yoki Android kelasini qo'yaylik-chi, qanaqa farqi bor ekan, a? Buni o'chiray. Bosdim. Android Compact. Besoni qayroq o'zi Androidlar. Mana kichikroq bo'ladi, o'z asl versiyalari iPhone'lardagi Pro Max'lardan ko'ra sredniyroq bo'ladi. Mana ikkalasini. Mana shu ham razmeridan bilib olsalar ham bo'laveradi. Mobil uchun yozib. Nimani qatki makka logotip qo'yasiz, makka menyular qo'yib bajarsangiz, telefonda bitta play'ni bossangiz, xuddi birga bir tushadi dastur bilan. Ko'rib olishingizga ham oson bo'ladi. Rasmni olib ko'rgandan ko'ra, mashina o'zini share qiladi, ochadi. Saqlamaysiz uni, hech narsa qilmaysiz. Dasturda o'zingiz kirasiz, yaratasiz, share qilasiz, ko'rinadi. Bilib oldik-a? Endi mana elementlar bilan ishlashni o'rganib olsalaring bo'ldi. Va birinchi qiladigan narsamiz sizlar bilan kelinglar, mana shu desktopga ishlayveraylik-a. Konkret o'lchamlarga ega bo'lish uchun biz bunga grid degan narsa bor-ku, layout grid o'lchamlarga bo'lib beradi. Qachonki frame belgilasangiz, keyin mana frame dag'li-bag'li qilib tashlaydigan narsalar chiqadi. Mana yerda hozirgi framelarim ko'rinib turibdi, mana loyerlarda. Slide deyishinglar mumkin endi. Hammasi inglizcha. Ingliz tilini bilgan odamga buni o'rgatish ham shart emas. O'zi bosib bajarib ketaveradi. Mana desktopni bossam, desktopni topdi. Mana layout guide. Mana xo'p, kolumn tanlayman, ustun. Keyin mana shu markazda teng masofada turadigan 3 ta rasmni joylaylik yoki ixtiyoriy shaklmi, rasmmi farqi yo'q. Buning uchun konkret masofalarda ajratib beradi shu griddan. Endi 99-100% nimalar, dizaynerlar o'sha griddan foydalanadi. Chunki u tomonga bu o'ttiga keldimi, chekkiga keldimi deb o'lchab o'tirmaysiz-da, uni Photoshopga setkani olib kelib, setkalar to'g'ri santimetr qatta qoldi ekan demaysiz. Ketdi mana. Marjin nimaligini bilamiz-a? Faqat ikkita chekidi, orasida paddinglar nazar tutmayapman. Marjin mana 30 berib oling, yaxshi ko'rinasizlarda. Yoki
Masalan 50. Ikkala chekkasidagi masofa bo'lyapti. Endi 5 ta emas, masalan 6 ta. Ustunlar son. O'zi avtomatik taqsimlab beraveradi-da o'sha nimasini desktopda. Masalan, yo'q 4 ta deylik. Ha? Bo'lishi mumkin. Yoki 3 ta. Ha? Osonroq bo'ladi. Shunda mana 3 ta rasmni qo'yamiz. 3 ta rasmga teng masofada. Endi mana 20 ekan. Shuni 30 qilib qo'yay. Ustunlar orasidagi masofa sal ochiladi, shunda bir-biriga yopishib qolmaydi. Xo'p, nimaga qo'ydik degan savol mana sizlarga javob. Mana shape'lar turibdi-ku. Mana bunday olib kelganda ko'rinadi. Rectangle deyapti, mana. Bunday bossam shape tool deyapti. Mana frame deyapti, region tool deyapti. O'z nomini tayyor chiqarib beradi. Shape shunday yonini bosadigan bo'lsa, endi line bor ekan, arrow bor ekan, ellipse bor ekan. Mana ellipslarni ham alohida tushuntirib beraman. Juda chiroyli narsalar chiqarib olsa bo'ladi shu ellipsda ham. Bunday ilmoqli narsalarni, burchaklarni berib, chiroyli narsalar chiqarib olsa bo'ladi. 3D obyektlarni yasasa bo'ladi ellipslar bilan. Juda moda bo'lyapti-ku. O poligon, start qolganlarini ketma-ket foydalanamiz. Xo'p, rectangle mana masalan bunday qilib chizdim-a, taxminan. Bunday bosib qo'ysalar ham chizaveradi o'zi aslida. Mana. Endi to'g'rilab o'tirish kerak. Mana aytdim, width berish kerak, height berish kerak, ha. Mana olaman. Mana ikkala chekkasini, mana o'sha chekkaga bordi, ha? Mana qaranglar, o'zi topdi-da mana shu narsani. Chekka chiqib ketmaydi. Chiqing. Endi mana shu narsani kvadrat qilib olishim uchun width'i to'g'ri bo'ldi. Endi height'ni to'g'rilab qo'ysam bo'ldimi? 427 ekan, ha? 427 qilsam, mana kvadrat hosil bo'ldi. Endi bu yerga ham chizib o'tiramanmi? Xohlasalaring meni Ctrl V qilib turib, mana qilsalaring ham bo'laveradi. Biz yana ham dangasamiz-ku, super mega dangasamiz-ku. Alt bosib turgan holatda bunday qilsalaring olaveradi. Keyin bu birinchi home page'ni chizib bo'ldilar-a? Mana desktop shunday olasizlar, desktop. Bunday alt bosib turib, keyingilari ham shunga o'xshash, shuni davom bo'ladi-da, to'g'rimi? Shuni davom ettirib ketaverasizlar. Asosiy home page'ni chizib olsangiz bo'ladi. Ranglarni ko'chirib, batini qirqib o'tirmaysizlar. Mana kerak elementlarni o'chirib turib, nima qilib ketaverasizlar? Davom ettirib ketaverasizlar. Endi buni ham yana bunday alt bosib turib, bunday qilsam, qaranglar, o'sha eniga, bo'yiga, gorizontal, vertikal, masalan, qanaqadir boshqacha shakllar chizdingiz, har xil bo'lib ketdi. Bitta chiziqqa tekislamoqchisiz. Frame ichida turibdi. O'qima. Hop. Ha. Berib boraymi? Kabelingiz ishlamadi, o'zimgina olib chiqtirdim. Xonadamisiz? Mana shu o'zim nimada? 8 dan keyingisida. Bo'ldi, hozir berib boraman. Ishda bo'lib turing. Qaranglar, ketdi. Bu agar mana shu ramkani ichida, agar tashqarisida bo'lsa tekizlanmaydi. Shuni ichida bo'lishi kerak. Mana desktop ichida turibdi-kana, shift bilan belgilaymiz o'zi boshqa elementlarni ham. Bunday bosib turib, bunday qilsam bitta tekislanib qoladi. Agar bunaqasiga tekislash kerak bo'lsa, mana unisini bosasizlar. Horizontal center deyapti, vertikal center deyapti. Mana ular ham kerak bo'ladi. Masalan, tepaga yopishtirib qo'yish, pastga yopishtirib qo'yish, menyuni yasab bo'lgan bo'lsa, tepaga yopishtirib qo'yamiz, ha? Mana shu joyigacha tushundinglarmi? Masa. Endi mana shu kvadratlarimiz bir-biridan farqlanish uchun kelinglar, rangini o'zgartiramiz. Rangni qayerdan o'zgartiradi deyishinglar mumkin. Mana fill degani bor. Ya'ni mashina ichini to'ldirish. Xohlagan usulda to'ldirsalaring bo'ladi buning uchun. Mana fill ga kirib turib, mana custom color bilan to'ldirsalaring bo'ladi, gradient bilan to'ldirsalaring bo'ladi, selection source nimadirni tanlab turib to'ldirsalaring bo'ladi. Rasm bilan, video bilan to'ldirsalaring bo'ladi. Videosi lekin premium versiyada ishlaydi. Buni aytib qo'yay. Mana eng chetki nuqtalarida endi. Mana prosta rang bilan to'ldirmoqchiman. Masalan, birinchisi qizil, keyingisi
red green blue qilaylik. Green keyingisi blue. Shu bluemidi? Red green blue. Hech bo'lmaganda mana shu joyini mana filldan o'zgartirdim. Qayli bitta narsani aytib qo'yay sizlarga, mana gridni bosdinglar-ku. Asosiy ma'lumot. Frame bilan ishlayotganlaringda albatta yo manetdan yo manetni o'zidan bosib olinglar frame'ni. Topolmay yuraverasizlar keyin funksiyasini. Mana unga kirib turib, mana 10% turibdi menda, qaranglar. Color. Agar sizlarda 100% bo'lib qolgan bo'lsa, mana qaranglarda, bu tagidagi rang bilan birlashib ketib qoladi-da. Ko'rdinglarmi? Foizni sal kamaytirib olsanglar, bir-biriga ustma-ust bo'lib ketmaydi ranglar. Mana 16%mi, 10%mi, 10% ham normal. Prosta ajralib turganini bilsanglar bo'ldi-da sizlar. Chunki chetki nuqtalarni o'zi topib olaveradi. Sizlar borib o nuqtalar, piksellar tekshirib kelishinglar shart emas. Bilib oldiga grid qo'yishdi.